Kafirlarning bayramlardagi hadiyalarni qabul qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Mening bir amerikalik ingliz tili o'qituvchim bor edi. Menga Christmas sovg'ati berdi. Xotir daftar va qalamkan. Men yuzida rad qila olmayman. Qabul qildim, ammo taxi ishlatmadim. Shunga mening qabul qilganim gunoh bo'lamdi. Bu daftar qalamni ishlatishim durustmi? Yana bir savol. Xristian yoki boshqa dindagilarning diniy bayramida bizga sovg'at qilgan sovg'atlari tatliq turum shokolad qatorliqlarni yesak bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. İmam Buxoriy Hazretlari Sahihul Buxoriyning hiba qilish, uning fazilati va uningga targ'ib qilish bo'limi mushriklardan hadiya qabul qilish babida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mushriklardan va kofirlardan hadiya qabul qilganligini bayon qiladi. Masalan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi-ki, İbrahim alayhissalom ayoli Sara bilan hijrat qilib, bir podshoh yoki bir zolim bir shaharga kirdi. Keyin podshoh uningga, ya'ni Saraga Hajarni beringlar deb buyurdi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga zaharlangan bir qo'y go'shti sovg'a qilingan. Yana Abu Humayd radhiyallohu anhu rivoyat qilganki, aylarning podshohi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir oq qichirni hadiya qildi. Rasululloh uningga bir to'n kiygizib, uning ziminiga chaqilmaydiganligini bildirib ahdnoma yozib berdi. Qatada Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, Dumaning podshohi Ukaydir payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga hadiya bergan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu so'zlab berdiki, bir Yahudi ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga zahar silingan qo'yning go'shtini olib kelgan edi. Rasululloh u go'shtini yedi. Abu Bakrning o'g'li Abdurrahmon radhiyallohu anhu so'zlab berganki, biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Sochlari chuvuq, qomati egiz bir mushrik qo'y haydab keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'y sotilamdi yoki hiba qilinamdi deganda mushrik yo'q sotiladi dedi. Shuning bilan Rasululloh uningdan bir qo'yni sotib oldi. Yuqori hadislarga asosan Navro'z, Rojdestvo va Milodiya yangi yil bayrami qatorliq turli kafir millatlarning bayramlarida ularga hadiya berish joiz bo'lmasa-mu, kafirlarning cho'shqa go'shi, shar'iy bo'g'izlanmagan yoki Allohning g'ayriga bo'g'izlangan mol go'shi yoki aroq-sharob va yoki ularning bayramlariga xos sham, archaga o'xshagan narsa keraklar va dinimizda harom qilingan narsalardan boshqa iste'mol qilish halol bo'lgan hadiyalarni odatdagi vaqtdami ularning hayit bayramlaridami qabul qilish joizdir. Shayxul Islom Ibn Taymiya bu vaqtda mundoq degan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Navro'z hadiyasini otashparast kofirlardan qabul qilgan. Hazrati Aisha radhiyallohu anhadan bir ayol, bizning otashparast qo'shnilarimiz bor. Ularning hayitlari bo'lganda bizga hadiya berishidi. Qanday qilamiz deb hukmini so'raganda, shu kun uchun atab so'yilgan molning go'shtini yemanglar. Ko'ktat mevalari bo'lsa yanglar deb javob bergan. Abu Barza radhiyallohu anhuning otashparast qo'shnilari bo'lib, ular Navro'z bilan mehrobxonda uninga hadiya berishadi. U oila taobatiga meva bo'lsa yanglar, boshqasini, ya'ni go'shtlarni qaytarib yutinglar deydi. Yuqoriqilarning hammasi ularning hadiyalarini qabul qilishda hayitlarning ta'siri yo'q ekanligini, hayit bo'lsin, boshqa chaq bo'lsin, ulardan hadiya qabul qilish o'xshash ekanligini ko'rsatadi. Chunki buningda ularga kufr ishlarda yordam qilish yo'q. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.